Assalomu alaykum. Bugun men Miniker qadrli obunachilar, menanchi kutdingiz va mana men nomali yaqindagina keldim. O'z kechagina chiqarding-ku, desangiz bo'ladi. Bugun men o'tgan videoda bitta mod ishlamay qoldi. Shundan afsuslandim do'stlar. Va bu safar ham yana mod o'tkazdim. Mana bunaqa modlar hammasi bir tochka 21 versiya tush kerak. Chunki men o'zim tanlab oldim. Sizlar uchun agar mana shu videoda 5 ta obunachiz qayerdan yuklash albatta tanlab bilaman. Bu modlar sizga albatta yoqadi. Ya'ni telefon, ko'pincha kompyuterlar ko'rasiz bunaqa modlarni. Birinchi modimiz mana bu modni men qo'shqim kelyapti. Va kreativ yoqamiz va sekingina o'tib qo'yamiz. Do'stlar, menga qadrli holda obunalar bo'lib qo'ying. Ha, do'stlar. Men Shadow degan bir mening do'stim bor. Uning ham YouTube kanali bor. Nasib etsa hali unga qiziqarli videolar joylanadi. Faqat unga obuna bo'lsangiz, atigani to'rtta obunachisi bor, do'stlar. Meni qadrlagan holda shunga ham o'tib qo'yinglar. Nima desam bo'lar ekan? Ha, Shadow pastki Shadow pastki chiziqcha uz deb yozsangiz, sudda meningday faqat meniki o'rniga Shadow qo'yib qo'yasiz va o'zingiz xohlaganday mazza qilib uning kulgili videolaringizni ko'rasiz. Men bitta kulgili video qo'ygan, o'sha kula o'ldim. Mendan ham battar o'ynagan bu. Atqam. Endi nomalini o'zimizdan qilmaymiz, nomali. O'zimizdan qilmaymiz va bu mod qanday mod? Bu mod nima dumaloqni kichkina qiladimi menga? Kerakchi bu modni men obzor qilib ko'rsatishimdan oldin va chumorsan uka. Ishingiz mumkin? Bu mod ishlash kerak, onayni. Nimaga qizini to'xtab turinglar. Menimcha men boshqa modni qo'shdim. Shu modni qo'shdimmi? Hozir 6 sekund nastroyka to'g'ri olamiz. Menga nima deb bilgan bo'lish kerak? To'xta. Hozir bu meni allab ketdimi? Hozir qarochi menga rudalar. Ha, kirka. Ishlatdim. Bu mod qancha ko'p ruda toza shuncha yaxshi bo'ladi. Menchini bu yo'q ochganini. Menimcha bu boltaga o'zi kerak. Buni ko'pincha hacker boshqa YouTuberlardan ko'rsangiz kerak. Bolta olmasli bolta. Qani? Wow! Zo'rku. Hozir men lapatga bo'lsam, lapatga olsam, o'zi hamma joy ko'tan chiqadi. Chiqmas ekan. Qarochi do'stlar, bu modni men obzor qildim, ya'ni bu mod xohlayadi. Sizga qo'yib taparsiz. Shuni ko'raysiz va butun buloq qozib tushib ketar. Menga ishonib ketmaydi. Bu qanaqa mod bo'ldi? Menga yo'q qoldi. Mana menga bunday. Mana bu bor. Vasanchi. Bo'ldi. Bu menga tude bor. Tudedan ko'p tude. Endi bir yorib ko'ramiz qaranglar. Wow! Zo'r do'stlar. Endi men bu modni obzor qilib ko'rsataman. Ikkinchi modga o'tib ketamiz. Bu ikkinchi modimiz. Aytib o'tmay, aytsam nimasi qoladi? To'g'rimi do'stlar? Sizlar uchun harakat qilyapman-ku. Obuna bo'lib qo'yish isdan chiqmasin. Yangi zomer ochamiz. Va yangi mer. Kreativ. Yana o'yinni boshladik. Ya'ni bu o'tganida Shadow do'stimga obuna bo'lsangiz, o'zining serveri ham bor. Agar qancha ko'p obunachi kelsa, Shadow pastga o'ziga obuna bo'lib qo'ysangiz, uning serverini maqtib ko'rsating. O'zi server uchun to'ppa-to'g'ri. Serveri menga yoqqan, sizlar uchun ham yoqqan. Hozir bitta bir o'zi o'ynaydi. Mayli.
Faqat 3-moddan dahshat mod do'stlar. Meniki degani men o'zim bu so'zni qaydan olganman do'stlar? Men buni har ko'rdan bir maxluqdan olganman, to'g'risini aytsam. Men emas aytdim, har ko'rdan olganman. Do'stlar, agar yaramishda bo'lsa, qayerdan yuklashdi, nasib hozir ham aytib o'taman, faqat obuna kelsangiz bo'ldi. Menimi berib? So'zdan qo'shimni. Bu mod aytib o'tsam, mojiski, bu mod. Mana bunaqa gigantlar qo'shib beradi. Bu gigantlar bu-ki, o'zimizdan katta gigantlar qo'shib beradi. Bu gigant What the heck? Mana bunaqa katta. Wow. Yine golem. O'zimizda golemimiz. Wow! Do'stlar, bu nima bo'ldi bu? Ha bu mana o'ti bordi. What the fuck? What the heck dish kalimga ojizlik qiladi. Davay titan. Davay. Buni urib olmasa ekan, men kuchim yetmas ekan do'stlar. Men kuchim yetmas ekan. Nimaga yetmaydi? Masaka. Titanni o'ldirar. Yetmas ekan do'stlar. Telefon qotdi. Wow. Nima o'tirgan bo'lsam, zo'r mod o'tkazibman do'stlar. Oltin metro mutant Iron golem. Bu juda ham katta titan golem gap. Temirli, soatli, qancha kubli. Qancha hamma narsasi bor titan deyapti. Men yana o'tiraman. Wow! Buni o'ldirib tashlayapti-ku. What the heck? O'ldi be. Bu o'lmas ekan. Shotga qoldim men, shot. Bo'ldi, mayli. Oxirgi modimizga ham o'tib ketishimiz ham mumkin. Men endi 3-modga o'tiraman. 3-modimiz yaxshi bo'lishiga imkonim komil. Va men mana bu modni qo'shib olaman. Kerak. Xo'sh, bu modni men qisqacha aytib o'taman. Bu har ko'rda hamma yaxshi ko'rsa kerak. Horror modlarni hamma yaxshi, hammasi bizga kerak. Hackerning obunachilari, Rekerning ham obunachilari, BDBning ham obunachilari haror moblarni yaxshi ko'radi, yana qo'rqinchlidir. Men shulardan bittasini topib qo'yganman. Steve, o'zimizga o'xshaydigan bir bola. So'raman bor-ku, Steve'ni aytmay shu. Birinchi boshda ma'lumotlarga qaradim, 16 mob qo'rqinchli moblar qo'shib beramish. Ishonmadim, 16 mobni qo'shsa, qo'shib bo'lmaydi, 16 mobni qo'shib bo'lmaydi bitta modda o'zi. Ko'ramiz, video oxirigacha ko'ring, bitta modni mobga ham qo'shsa, shunga hayron qolaman. Mayli, zona ochilyapti. Va endi ana o'tamiz. Tuxumchalarga o'tamiz, tuxumchalar mana qo'shib beribdi. Faqat bu versiyaga to'g'ri kelmayapti menda.
Mashmayaptimi? Onayni. Ko'ryapman. O'yinni qop-qorong qo'rdi. Bu modni tushunmadim men. Bu modga men tushunmadim. Menga nimaga berish kerak-ku? Va 21 ga deganda 21 dan ba'zida 50% tushib qolishi mumkin. Necha bir tochka 20 da tushishi shum to'liq ma'lum bo'ldi. Lekin bu mod ko'zingiz taqashingiz kerak, shuncha iloji boricha qochishingizga to'g'ri keladi. Chunki hozir men sirvoldaman. Hozir bitta mob keladi, ketaman. Yuzingsan ya, qo'rqdim. Bo'ldi do'stlar, video yoqqan bo'lsa, like va obuna bo'lishingizdan chiqmasin. Men shunday qilib videoni boshladim.